Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda aytibdilarki, Alloh subhanahu va taolo meni yuborganining misoli xuddiki bir osmondan yomg'ir yoqqan misoli kabidir deyaptilar. Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem hadis ilmiga ozgina bir ko'ngillar burishga nima deydi? Bir diqqat ila qarashga harakat qilamiz va Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellemning sunnatda uslublar, murojaat uslublarini jamoatga bir tushuntirsak. Murojaat doimo mana unday qilinglar, ana unday qilmanglar degan so'z bilan bo'lgan emas. Balki murojaatlar har xil bo'ladi. Bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan sunnat. Biz o'zimizning hayotimizda ham shunday. Masalan, bomdod namozidan so'ng sahobalar aytadiki, biz deydi masjidda o'tirganimizda bomdoddan so'ng o'tirsak, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kiminglar tush ko'rdinglar deb savol berar edi deb rivoyat qilishadi. Kiminglar tush ko'rdinglar? Qanday tush ko'rdinglar? Tushinglarga nima kirdi? degan savol. Bu bomdod paytidagi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uslublar. Shunda sahobalarni ba'zilari chiqib, "Ya Rasululloh, men mana unday tush ko'rdim." Bittasi aytdi. "Men dedi, tushimda boshim uzilib, oyog'im bilan tepib yurgan ekanman boshimni" dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam "Bo'lar bo'lmas narsani aytma, bu tush emas" dedilar. Masalan, ba'zi paytda inson tush ko'radi, bosirqaydi, har xil narsalarni ko'radi-da, ana u aytilmaydi birodarlar. Bu tushmas ekan, buni aytib nima qilasan dedi. Shuning uchun tushlar 3 qismga bo'linadi. Azg'asu ahlam, yoki o'ylab yurgan narsasi, har kuni bitta mashinani o'ylayveradi. Shu mashinadan olsam yaxshi edi, shu mashinadan olsam yaxshi edi deydi. 15 kundan keyin tushida o'sha mashinani ko'rib minib yurgan bo'ladi. Bu tushmas, o'ylagan narsasi kirib qoldi xolos. Bu o'y fikr. Haqiqiy tush bo'lsa payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam meni ko'rsanglar va meni o'z holatimda ko'rsanglar dedilar. Demak, biz tush mavzusiga o'tib ketmaylik. Al-muhim, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ertalabda uslublardan biri sahobalardan so'rar ekanlar. Qanday tush ko'rdinglar? Nima tush ko'rdinglar? Ba'zan biz hayotimizda zarur tushlar bo'lib qoladi. Shuni yaxshi odamlarga borib ta'bir qildirib olaylik. Yomon tushlar bo'ladi. Chap tarafimizga 3 marotaba auzu billahi minash shaytonir bir tuflab qo'yamiz, 3 marta auzu billahi minash shaytonir rojim deymiz, bir marta, shu bilan nihoyasiga yetadi. Bu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning tushlarni tavili haqida so'rashlik uslublari. Ikkinchi bir uslubiki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ala adullukum yoki awala adullukum. Men sizlarga bir narsani aytib beraymi? Men sizlarga bir narsaning dalolatini beraymi? Bu yoqdagi odamlarda haliga diqqatini qaratib, "Ha, nimani aytib berar ekan? Qanday narsa der ekan? Nima so'z bor ekan?" degan haligi nima deydi? Fikr. Bizda ham shunday bo'ladi. Masalan, imomlar bir narsa aytib beraman sizlarga. Ana o narsani bilasizlarmi? Bu uchinchisi, ana uni bilasizmi? Mana uni bilasizmi? Bu haligi Jabroil alayhissalom kelib so'radida, "Mal iman va mal islam va mal ihsan?" Islom nima? Namoz, ro'za, zakot, haj, kalima shahodadan keyin. Iymon nima? Allohga, farishtalarga, qiyomat, kitoblar nima? Ihson nima? Nima deydi? Aytgandan so'ng to'g'ri aytdingiz dedi. O'zi so'radi, o'zi bilar ekan, yana to'g'ri aytdingiz deb tasdiqladi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning yoniga o'tirgan sahobalar aytdiki, "Fa'ajibna lahu yas'aluhu va yusaddiquhu." Biz buni ko'rib dedi, tan qoldik dedi. O'zi so'rayotadi, o'zi biletganda. Javobni o'zi biletgan, biroq so'rayotadi dedi. O'shanday bo'ladi-da. Ba'zan iymon bilib turib so'rasa ham bo'laveradi. Bilasizmi, bilasizmi, bilasizmi deb. Hozir ham mana jamoatdan juda so'zliroq burroq bo'lib ketayotganlar bo'ladi-da jamoat ichidan. Ikkita savol bersang, taratni mustahabni bilmaydi o'zi. Bir tekib qo'yish kerak va u yoqda qarasangiz ayn, bu yoqda qarasangiz to, sin bo'layotgan bo'ladi. Yaxshilab ikkita savol bersangiz jamoat ichida atini ma'nosini bilmaydi. O'zini atini ma'nosini bilmaydi. Arabchasi. O'shandaqdan hurmatli jamoat. O'qiylik, o'rganaylik, ergashaylik. Demak, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yana bir uslublari
Yomon odam bo'lsa dalolat qilardilar, atini aytmardilar. Palonchi yeb, pistonchi deyishlik yo'q. Rajulun bir kishi, bir ahmoq, bir jinni, ammo ati yo'q. Atini aytsa bo'lmaydi. Atini aytmaymiz. Bilib tursam aytmaymiz. Onalar dedi, gapiryapti menga dedi. Onalar menga gapiryapti. Lekin ularning gapini Alloh taolo boshqa yoqqa buryapti dedi. Bular siz ham atini aytib bermang. Va nihoyasiga yetguncha atini aytmang. O'zi bilib tursa ham aytmang. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uslublari ekanda. Fi man kana qablakum. Sizlardan avvalgi bir qavm. Sizlarning ichlarida bitta odam, bir kishi degan uslublari ham bo'lar ekan. Biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan sunnat o'rganamizda, hurmatli jamoat. Demak bu uslub. Doim uslub mana uni qilinglar, mana uni qilmanglar bo'lmaydi. Ba'zan dalolat beriladiki, bunday qilsanglar yaxshi bo'ladi. Bunday qilsanglar bo'lvoy, jamon bo'ladi. Unday qilsang, bunday qilsang desa bo'ladi. Buyurishlik, qaytarishlik, aytib beraymi, tushuntiraymi, bilasizlarmi? Qanday bo'ldi? Ana shunga o'xshagan uslublar bilan nima qilamiz? Dinimizni o'rganamiz. Mana shularning biri masalu ma ba'athanillahu bihi. Alloh meni yuborganining misoli deyapti payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Men sizlarga payg'ambar bo'lib kelganimni misoli xuddiki osmondan yog'ayotgan yomg'ir bilan birday dedilar. Men yomg'irman deyapti payg'ambarimiz. Tushunibdi u jamoat. Yomg'ir javoti. Mana hozir ko'rsak internetda bizi Qirg'izistonimizni ba'zi joylarga 1,5 metr qor yog'ibdi. Bizda yomg'ir yog'yapti. Sal toqqa borsangiz qor yog'yapti. Payg'ambarimiz aytayapti, men yomg'irman deyapti. Yoki meni Alloh yuborganini misoli yomg'ir deyaptilar. Yomg'irga farqi yo'q. Qayerga yog'adi? Asfalga ham yog'yapti yomg'ir. Bu yerda agorot bo'lmaydi. İçimizde ham asfallar o'tiribdi. Cho'lga ham yog'adi yomg'ir, agorot bo'lmaydi. İçimizde ham cho'llar o'tiribdi. Tolaga yog'yapti yomg'ir. Agorot bo'ladi, foydasi bor, yaxshi yer. Hadisda aytib beraylar. Osmondan tushgan yomg'irga o'xshaydi. Nimaga asfal deganimni tushunasizlar-da hozir. Asoba ardon bir joyga yog'di. Yer 3 xil. Fakanat minha ta'ifatun tayyiba. Yerni ichida shunday zo'r joylar borki, qabilatil ma fa anbatati al-ushba deydi arablar. Suvni o'ziga qabul qildi, o'simliklarni o'stirdi, ziroatlarni o'stirdi, dikonchilik zo'r bo'ldi. Fa anbatatil al-kala wal-ushba al-kaseer. O'simlik, o'tlar, nima ziroat, meva, bog', gul. Unga nima kerak? Suv kerak. Alloh taolo fa ahya bihil arda ba'da mawtiha. Yerni Alloh taolo o'lganidan so'ng tiriltirdi deyapti. Yerni tirilishligining sababi bitta bo'ladi, birodarlar. Yer doim bor, har xil. Yer bor. Yerga suv kerak. Alloh aytibdi: "Va ja'alna minal ma'i kulli shay'in hayy." Biz osmondan tushgan suv ila, suv bilan birgalikda biz hamma narsani tiriltirdik deyapti. Demak, hadisga qaytamiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytibdi: "Kamasali g'aysin asaba ardan." Osmondan tushgan yomg'irga o'xshayman men sizlarga. Yomg'ir qanday tushadi? Hamma joyga yog'adi. Ammo birinchi joy, hurmatli jamoat, o'sha ko'ngil buraylik, ha? Birinchisi ardun tayyiba. Rasa anaqa nima deydi men? Ha? Hosildor yer. Lekin yer aytadi. Sen menikisan, men seniki emasman deydi. Ha, yer talashamiz hammamiz. Buni yer menga, buni yer menga, buni yer senga. U ham o'zi olib qo'ygan qachonda qardosh urug'ga. Unisi u yoqda, bunisi bu yoqdami? Yer aytadigan, talashmanglar. Men sizlarki emasman. Sizlar menikisizlar. Ertaga kavlab, ko'mib qo'ygandan keyin meni ichimga kirib ketasizlar. Men sizlarki emasman, deyapti, buni biz eshitmaymiz. Birinchisi hosildor yer. Yomg'ir tushgandan so'ng tiriladi. O'simliklar o'sadi, yaxshi hosil beradi.
Ikkinchisi tog'larimiz. Tosh, anov asfal yoki shunday yer borki, suv to'planib qoladi yoki chuqurlikda bo'ladi. Suvni shimi bormaydi, suv omboriga o'xshab. Yoki tog'da bo'ladi-da, qorlarni ushlab turadi. Mo'ngi deydi. Asqa deydi. Tog'da ushlab turadi, zapas variant qilib. Yozda quyosh isigandan keyin erib pastga tushadi. Uni ham foydasi bor. O'sha suvni ichib vermaydiganda ham foydasi bor. Aytayaptiki, fakanat minha taifatun tayyibatun, keyingisi va kana minha ajadib. Amsakatil ma. Suvni qarmoq ushlab turadi. Vaqti kelganda foydalanadi. O'ziga foydasi yo'q. O'shalik bilib turib amal qilmaydiganlar. Hammangiz o'shanaqasida men qo'shim hammangiz. Jumaga ham kelyapsiz, janozaga ham boryapsiz, masalani ham eshityapsiz, chiqib bilganimizni qilyapsiz. Hammangiz ilmni ko'p ketingiz. Ati nima quloq mullar? Hamma quloq mullar. Bitta zino haqida gapirsang, oyat hadis tayyor. O'g'irlik haqida gapirsang, oyat hadisni biladi. Voqea ham yo'q, bilamiz. Ammo lekin biroq degan joy bor. Hurmatli jamoat, tog'i tosh asfal bo'lib qolmaylik. O'zimizga olaylik masalani. Masalan o'zimizga olaylik. Fa amsakatil ma degani suvni ushlab qoldi. Alloh taolo o'sha ushlab turgani uchun boshqalarga foydasi berdi. Bu yana suvni ushlab berdi bizga. Biz uni suvni olib haligi yerga berib qo'ydik baribir. Yana foydani kim qildi? Hosildor yer. Hosildor yer. Uchinchisi borki, va asaba ta'ifatan minha ukhra inma hiya qay'an. Nomi qay'an ekan. Bu cho'l degani. Yomg'ir yog'adi, suv ko'rdingmi? Yo'q. Urug' ekasan, o'simlik chiqdimi? Yo'q. Yozda borsang issiq bo'ladi, qishda borsang sovuq bo'ladi. Na bir daraxt bor, na bir gul bor, na bir o'simlik bor, hech narsa yo'q. Bu yomg'ir bu yerga ham yog'di, bu yerga ham yog'di. Yo o'zida ziroat bo'lmaydi. Yetim. Jetim deb qo'ydik biz o'shunday deymiz biz Jallodda. Shunaqa yetimlar bor-da, jetimlar. Yo suvda ushlab qolmaydi. Yo o'zida ziroat chiqmaydi. Yo boshqasiga foydasi tegmaydi. Shuni aytaman, shu hadisni bizni ota-bobolar bilgan ekan. Nima deydi? Suv sepish nima deydi? Daraxtni qayerga ekamiz? Oqsoqollarimiz bo'lib ketib shekilli. Suvni singan yerga sepkin deydi. Daraxtni o'sadigan yerga ekkin deydi. Hurmatli jamoat, asfalga daraxt ekmaylik. Foydasi yo'qqa gapirmaylik. Tushuntira oldimmi? Cho'lga borib agorot qilmang. O'smaydi baribir. Agar o'ssa, mana shu qulog'im meniki sizlarga. O'sib ketsa, sizlar kimizga? O'smaydi. Suvni ham ushlab turmaydi. Bo'lgani shu. Kecha ham cho'l edi, bugun ham cho'l, ertaga ham cho'l. Kecha ham u yerga yomg'ir yog'di, hozir ham yog'yapti, ertaga ham yog'adi. Foydasi yo'q. Bu cho'l. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qay'an deyapti. Qay'an degani wala tumsikul ma. Yo bir ustiga suv tushsa ushlab qolmaydi. Wala tunbitul kala. Yoki o'simliklarni o'stirmaydi. Qayerda biz cho'lni borib bo'lishdik, talashdik. Men cho'ldan menga 1 gektar ber. Nima qilasan? Hajjon shu qarab o'tiraman. Foydasi yo'q. Bizchi 10 sotik bo'lsa ham, 5 sotik bo'lsa ham agorot bo'ladigan joy talashyapmiz. O'sha yerda menga bersang, bu yoqqa qo'qan gilos, bu yoqqa pomidor, bu yoqqa nima? Ular ham bundan ekib qo'yamiz degan so'z. Fazalika. Ana endi nima uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buni misol keltirdi desa, payg'ambarimiz aytayaptilar, men yomg'irman. Meni misolim yomg'ir. Masalu man faquha fi dinillahi. Allohning dinini o'rgansa, so'ngra boshqa odamlarga foydasi bersa, o'zi o'qib, o'rganib, amal qilib boshqalarga yetkazsa, ziroat, ekin-tikin, hosildor yerga o'xshaydi dedilar. O'qiylik, o'rganaylik, amal qilaylik, yetkazaylik. Sharti shu. Yomg'ir yog'yapti. Agorotga Qur'on, hadis aytilyapti bizga. Vahiy tushdi payg'ambarimizga. Sunnatni tarqatdi payg'ambarimiz. Olgan oldi, amal qilgan qildi, jannatga kirgan kiradi inshaalloh. Aytayaptilarki, men yomg'ir kabi bo'lsam, sizlar hosildor yer bo'linglar. So'zni olinglar, o'rganinglar, amal qilinglar va o'rgatinglar. Uchinchisi. O'zing yuran, onon yurat deyapti. Amal qilsang yaxshi bo'ladi.
Haligicha yana tog', tosh, asfalt uchi qanaqa u? Masalan, man lam yarfa bi zalika ra'san. Keyingisi boshini ham ko'tarmadi. Eshitadi. Unday qilma, yomon bo'ladi deb boshqalarga ham aytib beradi. Unga o'zi amal qilmaydi. Hali gapda u. Suvni ushlab turadi, boshqasiga beradi. O'ziga foydasi tegmaydi. Ikkinchi so'z bor, jisru jahannam deydi. Alloh taolo saqlasin hammamizni. Jisru jahannam degan do'zaxga ko'prik. Do'zaxning ustiga ko'prik bo'lib beradi. Odamlar tepalab jannatga o'tib ketadi, o'zi do'zaxga tushiriladi. Alloh taolo saqlasin. Amal qilmaydigan shunday bo'ladi. 10 yil burungi emassizlar, 15 yil burungi emassizlar. Men xayr aytib o'taman jamoatga. Ko'p ma'lumotga ega bo'ldinglar. O'zimizga ham jamoatga ham tegishli. Ko'p ma'lumotga ega bo'ldik. Ana endi amal qilaylik, hurmatli jamoat. Endi amal qilaylik. Uchinchisi-chi, Allohning hidoyatini ham qabul qilmadi. Payg'ambarni ham tanimadi. Munofiq u, musulmon emas. U munofiq. Yo o'ziga foydasi yo'q, inshaalloh bunaqasi yo'q bizda. Yo o'ziga foydasi yo'q, boshqalarga ham foydasi yo'q. Ana hadis kim rivoyat qildi? Abu Musa al-Ash'ari. Muhaddislardan kim rivoyat qildi? Ravahul Imom al-Buxoriy va Muslim. Eng sahih hadis. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan eng sahih hadis ekan. Shuning uchun hurmatli jamoat, o'zimizni hosildor yerlarni qanchalik yaxshi ko'rsak, o'zimizni ham mana shu hosildor yerga o'xshataylik. Payg'ambarimizdan kelayotgan hidoyatni olaylik, unga amal qilaylik va boshqalarga ham yetkazaylik. Odamlar doim 3 xil bo'ladi. Birinchi toifasi bo'ladi. Biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Chuboq Hoji rahmatli aytmoqchi, jaqvoy bo'ladi o'shanday. Ona iloji yo'q. Yaxshi odamlar tarixda bo'lgan, bugun ham bor, ertaga ham bo'ladi. O'zi tuzuk emas-u, boshqalarga foydasi tegadiganlar tarixda ham bo'lgan, hozir ham bor, kelajakda ham bo'ladi. Abu Jahlga o'xshaganlar. Tarixda ham bor, hozir ham bor, kelajakda ham bo'ladi. Ixtiyor sizda. Haliga aytadi-ku, to'p sizning maydoningizga o'tdi. Xohlaganda o'ynaysiz. Xohlaganda yashaysiz. Alloh taolo dunyoda biz e'tiqodga ko'ra insonga ixtiyor bergan. Xohlang hosildor yer boring, boshqalarga foydangiz tegsin. Xohlang boshqalarga foydangiz tegib, o'zingiz hech narsa tosh bo'lib o'tib keting. Xohlang o'zingga ham foydasi yo'q, boshqasiga ham foydasi yo'q. Bu narsa kam. Alloh taolo o'zini saqlasin. Qayerdamiz birodarlar? Sinov dunyosidamiz. Sinov dunyosida. Shayton bor, nafs bor, unamaydi, unday qil deydi, bunday qil deydi. Eblab harakat qilib Alloh taolodan so'rasak, Alloh subhanahu va taolo o'zi bizga yordam beradi. Keyingi jamoatimizga aytadigan so'zimiz mana Turkiyada va qo'shni yaqin mamlakatlarda qattiq yer qimladi birodarlar. Bizi shunga har xil odamlar har xil so'zlarni aytyapti. Bizi Qirg'izistonimiz ham biz yashab turgan joyimizda ko'p yaxshi tarafga o'zgarishlar bor-da. Buni alhamdulillah qadriga yetishimiz kerak. Ko'p yaxshi o'zgarishlar bor. Bizning yurtimizda ko'p o'zgarishlar bor. Lekin biz aynib ketsak, buzilib ketsak, bizga ham balo ofatlar kelib qolishi uzoq emas. Ayniqsa ona Jallovot O'shda, anaqa MCS'da nimasini ko'rsanglar, bizning Jallovotimiz O'shda Qirg'izistonda bo'layotgan tabiiy ofat deydi. O'sha balolar, ofatlarning ko'p qismi bizning Jallovot O'shga to'g'ri keladi. Hozir biz bahorga qarab ketyapmiz. Yog'inlar ko'p bo'ladigan, hali bir yerga suv bosibdi yo boshqa bo'libdi degan narsa. Shunga biz bir duo qilishimiz kerak, hurmatli jamoat. Mana Turkiyada qarang, men hozir bir o'qsam, 270 soatdan keyin 12 yasharlik bir bola tirik chiqyapti. Alloh taolo umr bersa yashayveradi, odam birovning umrini biri ola olmaydi. Alloh taolo shuncha yashaysan deydi, shuncha yashaydi. 250 soatda 77 yoshdagi bir odam chiqdi. Yana bir bola intervyu berdiki, mana dedi, hozir uylarimiz tushib qoldi dedi, uyning ichidan turib videoga olib o'zini internetga qo'yibdi. Men sizlar bilan xayrlashaman dedi. Juda mana shunda men ta'sirlandim. Birinchi yer qimirlaganda, uylar qavat-qavat bo'lib tushib qolganda, to'liq tushmagan, lekin odam zo'rga o'tirsa bo'ladigan bo'lib qisilib qoldi. U 5-qavatda, tepada 6-bu yoqda 4-qavatdagi odamlar
erkak, ayol hammasi baqiryapti. O'sha baqirib videoga olib turgan paytda ikkinchi yer qimlash bo'lib ketdi, videosi ham o'chib qoldi. Men dedi, roziman dedi. Bizdan ham rozi bo'linglar dedi. Hozir o'lib qolamanmi? Ozgina turib o'lamanmi? Agar yer qimlash to'xtasa ham, men turgan yerga yetib keladim yo'qmi bilmayman dedi. Biz juda nozikmizda birodarlar. Juda ham zaifmiz, juda ham omonatmiz. Bitta bu yerdan ana janoza o'qiladigan yerdan xayrlashib ketaveramiz. Shuning uchun biz mana bu hadisni aytyapmiz. Hosil beradigan yer bo'laylik. Dinimizni o'rganaylik, amal qilaylik, o'zgaraylik, boshqalarga ham yetkazaylik birodarlar. Bu hayot g'animat ekanda. Bir lahzada hali raqam to'xtagan yo'q, 50 mingtaga chiqdi deyapti. Hali to'xtagan yo'q. Keyin bilasizlar, sal ozroq aytadi odamlarni unaqa bo'lib ketmasin deb. 20 million odam zarar ko'ribdi. Hammasi sizdan menga o'xshagan ko'z, quloq, qo'l oyog'i bor odamlar. Va ma zalika ana u narsa boshqalardan uzoq emas degan oyati karima bor. Chunki Alloh taologa yana bizga ibrat bo'lsin, qalblarimiz bog'laylik. Qolgan umrni Qur'on, sunnat, dinimizni yo'lda chiroyli yashab o'tishlikni Alloh taolo hammalarimizga nasib qilsin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واهدنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم. Mo'min musulmonlar diyorida bo'lgan mana bu yer qimirlash va u yerda o'tganlarni Alloh subhanahu va taolo shahidlar maqomida shahidlarni qatorida o'zi qabul qilsin. Qancha yosh go'daklar o'tdi, qancha ayollar o'tdi, erkak kishilar, yosh ulug'lar. Alloh subhanahu va taolo ularning gunohlarini kechirsin, shahidlar qatorida o'zi qabul qilsin. Alloh subhanahu va taolo musibatlangan, qo'li singan, oyog'i singan, sog'lik salomatligi putur yetgan har birlariga ham Alloh taolo shifo komil bersin. Bizi yurtimizdan, Qirg'izistonimizdan o'sha joyga borib yordam berayotgan o'zgacha qirdonlar, MCSimiz bordi. Nihoyat dunyoga juda ibrat bo'ldi. Haligi qirg'iz uy, bo'z uylar tikilgan juda ibrat bo'ldi mana shu narsa. Bittasiga 20 tadan odam kirib yashab yotibdi. Alloh subhanahu va taolo mamlakatimizni tinch qilsin, elimizni tinch qilsin, boshchilarimizni tavfiq, hidoyat, sirotil mustaqimdan adashtirib qo'ymasin. Bizni yurtlardan va barcha mo'min musulmonlarning yurtlaridan balolarni, ofatlarni, qazo vabolarni Alloh subhanahu va taolo o'zi uzoq qilsin. Barcha mo'min musulmonlarning yurtlariga Alloh subhanahu va taolo tinchlik, omonlik, xotirjamchilik bersin. Mana jumada masjidlarimizda, bu masjidda, boshqa butun Qirg'iziston bo'yicha 16 million 470 ming qancha bir pul to'planibdi. Alloh taolo qilgan ehsoninglarni qabul qilsin. Alloh subhanahu va taolo doim mana shunday mo'min musulmonlarga bo'layotgan ishlarda befarq bo'lmaydigan insonlarning safidan qatoridan qilsin. Alloh subhanahu va taolodan payg'ambarimiz so'ragan yaxshiliklarni so'raymiz. Payg'ambarimiz panoh tiladigan yomonliklardan biz ham panoh tilaymiz. Allohumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin.